Yangiyer shahar Ichki ishlar bo'limi tomonidan kriminoggen holat bo'yicha ommaviy axborot vositalari xodimlari uchun press-tur hamda matbuot anjumani tashkil qilindi. Biz ham ushbu tadbirda bevosita ishtirok etamiz. Yangiyer shahar Ichki ishlar bo'limi tomonidan ommaviy axborot vositalari vakillari uchun press-tur, shu bilan birga matbuot anjumani tashkil etildi. Mazkur press-tur davomida jurnalistlar hududdagi kriminoggen vaziyat hamda jinoyatchilikning oldini olish borasida amalga oshirilayotgan ishlar va profilaktik tadbirlar bilan yaqindan tanishish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Shuningdek, tadbir doirasida ochiqlik va shaffoflikni ta'minlash, korrupsiyaning oldini olish omili mavzusidagi matbuot anjumani ham chetda qolmadi. Unda soha mutaxassislari tomonidan ochiqlik va shaffoflik tamoyillarini hayotga tatbiq etish, fuqarolar bilan ochiq muloqotni yo'lga qo'yish hamda korrupsiyaga qarshi kurashish borasida olib borilayotgan ishlar yuzasidan atroflicha ma'lumotlar berildi. Yangiyer shahrimizda joylashgan Jomiy mahallasi 2025-yil davlatimiz rahbarining 253-sonli qarori ilovasiga tushganligi, ya'ni o'sha bir necha yildan beri kriminoggen vaziyati og'ir mahallalar toifasiga tushganligi oqibatida bu Yangiyer shahar Jomiy mahallasida jinoyatchilikni barvaqt oldini olish va xavfsiz muhitni yaratish bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirildi. Biz amalga oshirilgan ishlar natijasida 2025-yil yakunida Yangiyer shahar Jomiy mahallasi qizil toifadan chiqib sariq toifaga, hozirgi kunda esa 2026-yil 3-oyog yakuniga qadar yashil mahallalar toifasiga kiritilib, hozirgi kunda bu mahallada bironta oldini olinadigan mahalla turidagi jinoyatlar sodir etishga yo'l qo'yilmadi. Jomiy mahallasida tajribada o'tib ijrosi ta'minlanganligi hamda o'sha qaror ijrolarini ta'minlash jarayonida ushbu mahallani yashil toifaga o'tkazish natijasi ko'rsatilganligi hozirgi kunda boshqa mahallalarimiz, shahrimizda boshqa mahallalarda ham joriy etyapmiz. Hozirgi kunda aynan ushbu tajriba Fazilat mahallasida kelgusida shaharning boshqa mahallalarida ham to'liq joriy qilib, ushbu tajribani yo'lga qo'yish va shahrimiz hududida xavfsiz muhitni yaratishga harakatlar amalga oshirilmoqda. Ta'kidlanganidek, tizimda ochiqlikni ta'minlash, jamoatchilik nazoratini kuchaytirish va axborotdan erkin foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish korrupsiyaning oldini olishda muhim ahamiyat kasb etishini ta'kidlashdi. Press-tur davomida ommaviy axborot vositalari vakillari o'zlarini qiziqtirgan savollarga mutasaddilardan batafsil javob oldilar. Bunday press-tur hamda matbuot anjumani aholining huquqiy ongi va ishonchini mustahkamlashga xizmat qiladi.